Malhamatu Kubra hadisi. Sual. Assalomu alaykum. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan Malhamatu Kubra hadisi deyilgan bir hadis bor ekan. Uningda oxir zamonda yuz beradigan urushlar haqida bayonlar bor ekan. Bu hadis va uningda kelgan bayonlar haqida tushuncha bergan bo'lsalar, Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Rabbani bandalarining haq bilan nohaq, iymon bilan kufr o'rtasidagi kurashda turli mushkulot va sanoqlarga duch kelganligi, bu yo'lda kimning chidamliq, kimning chidamsiz ekanligining amaliy maydonda ayrilishining muhaqqaqligi Janobi Haq subhanahu va taolaning yer yuzida yo'lga qo'ygan qonuniyatlardandir. Allah o'zining ilahiy adolat va fazl marhamat nurini ushbu qonuniyat asosida tajalli qilib turdi. Bu sababdan haqiqat bilan sapsata, iymon bilan kufr o'rtasida kurashlar uzilmagan ham uzilmaydi. Toki qiyomatga qadar ikki taraf o'rtasida janglar, kurashlar yuz berib turdi. Oqibatda bo'lsa, haq ustida tavranmagan subatlik bilan turganlar g'alaba qiladi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Atning beshonasiga ta qiyomatgacha yaxshilik putilgandir. Alloh taolaning islom ummatiga ato qilgan ne'matlar qatorida shundoq bir ne'mat borki, islom ummatining beshiga har qancha kulfatlar, qattiq sinoqlar kelib, bu ummat tugishib ketadigan bo'ldi deb qoladigan ahvollardami, ummat o'zini bir silkib o'tib, o'rnidan dast turib, qaytadan kuchga keladi. Mazkur qoida har davrda kuchga ega bo'lib, buningga binoan deymizki, islom ummati bugunmi beshiga kelayotgan kulfatlardan o'xshashla Allohning va'dasi va tavfiqi bilan cho'qim qutulib ketadi. Faqat musulmonlar mazkur ne'matni qadrlashni bilib, o'zini o'zgartirishga urinadi ekan, Allohning g'albi mash'alini musulmonlarning qo'liga tutqizishida shak yo'q. Ishonimizki, bu xil islohot yo'lini tutquchilar ummat ichida hech qachon yo'qolmaydi. Chunki Alloh taolo o'z va'dasi bo'yicha bu dinni qo'g'dashga kepil bo'lgan. Alloh taolo bu dinni qo'g'dash uchun ana shundoq mard erkaklarni, shijoatli qahramonlarni yetishtirib turdi-ki, ular ilm, ma'rifat, da'vat va jihad maydonidagi chidamchanligi va fidokorliklari bilan bu dinni qo'g'daydi. O'chgan izlarni tirildirib, so'lg'an ruhlarni yashartadi. Ular yerim yo'lda bo'shib qolganlarga, ularga qarshi turganlarga, din dushmanlariga, g'alchilik qilganlarga parvo qilmasdan toki qiyomatga qadar subatlik bilan haqni qo'g'daydi. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuvandagi hadisda bishorat bergan mo'minlar jamoasidir. Umayr ibn Hani rivoyat qiladi-ki, u Muaviya radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Ummatimdan bir guruh kishilar har qachon, har zaman Alloh taolaning buyrug'ini bejandil ijro qilib turdi. Ularning mustahkamligidan ularni yordamsiz qo'yganlarmi, ularga qarshi turganlarmi, ularga ziyon yetkazolmaydi. Toki Allohning amri har mu'minning ruhini qabz qiladigan shamol kelgicha ular shundoq turdi. Musulmonlarning xristianlar bilan bo'lgan munosabati bir qator hadislarda kelgandek, ba'zida urush, ba'zida sulhi, yana ba'zida vaqtlik urush to'xtatishdan iborat bo'ladi. Ba'zi hadislarda qiyomat qoyim bo'lishining alomatlari ichida musulmonlar bilan rimliqlar o'rtasida malhama kubra, ya'ni cho'ng jang bo'lganligi, bu jangda musulmonlarning g'alaba qiladiganligi, andin ularning Konstantinopol, Istanbulni fath qilishiga yurish qilganligi, undan keyin Dajjal o'tirg'i chiqadiganligi xabar berilgan. Malhama kubra degan nurg'un insonlar qirilib ketadigan cho'ng jang degan ma'noda. Buningga doir hadislarning bir qismi Sham diyoriga munosabatli bo'lib, bu hadislarning oz bir qismi sahihdir. Bu hadislar mu'minlar bilan kofirlar o'rtasida bo'ladigan kurashlarning davomlashadiganligini, hal qilg'uch jangning zamoni oxirida bo'lganligini ko'rsatsa-mu, lekin hal qilg'uch cho'ng jangni kutib turishga buyurmagan. Faqatla shundoq jang bo'lganligini oldin bishorat bergan. Lekin bu sahih hadislarni bugungi amaliy ahvolga udullab izohlash alohida dalil isbot talab qiladi. Chunki bu g'ayb ish. Navoda hozirgi ahvolni munosib deb qarab hadislarni izohlasak, keyincha uningdan munosib vaziyatlar to'g'ri kelib qolishi mumkin.
Ma'lumki, Sham diyori Sykes-Picot kelishimidan keyin Suriya, Falastin, Iordaniya va Livan qatorliq davlatlarga bo'lib o'tilgan. Malhama Kubra hadisi deb tanilgan mundaq bir hadis Sahih Muslimda kelgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Rimliqlar a'maq yoki dabiq degan yerga tushmagicha qiyomat bo'lmaydi. U chaqda Madinadan shu chaqlardagi yer yuzining eng yaxshilaridan tarkib topgan bir qo'shin chiqadi. Ular qarma-qarshi saf tuzib turganda Rimliqlar: Bizning yo'limizni to'simanglar, biz odamlarimizni asir olganlar bilan urushimiz deydi. Lekin musulmonlar Allohning nomi bilan qasamki, qarindoshlarimizni sizlarga tashlab qo'ymaymiz deb turib. Shuning bilan ularning orasida urush boshlanadi. Musulmonlarning 1/3 qismi urush maydonini tashlab qochadi. Allah ularning tavbalarini mangu qabul qilmaydi. 1/3 qismi o'ldiriladi. Bular Allohning nazarida shahidlarning afzallari hisoblanadi. Qolgan 1/3 qismi g'alaba qiladi. Shuningdan keyin ular hech qanday qiyin sinoqqa duch kelmaydi. Ular Konstantinpol, ya'ni Istanbulni ozod qiladi. Ular qilichlarini zaytun daraxiga esib qo'yib, g'animatlarni taqsim qilayotganida shayton yurtinglarni Dajjal besib oldi deb to'g'laydi. Ular yugurib chiqadi. Lekin bu yolg'on bo'lib chiqadi. Shamga yetib kelganlarida Dajjal haqiqatan chiqadi. Ular safni tuzib, urushga tayyorlik qilayotganda namozga takbir aytiladi. Shu vaqtning o'zida Isa alayhissalom tushib, ularga imom bo'ladi. Allohning dushmani Dajjal Isa alayhissalomni ko'rganida xuddi tuz suvda erigandek erishga boshlaydi. Agar Isa alayhissalom uningga chaqilmasa-mu, u erib halok bo'lib ketadi. Ammo Allah uni Isa alayhissalomning qo'li bilan o'ldirdi. Isa alayhissalom insonlarga nayzasining uchidagi qonni ko'rsatdi. Ba'zilar mazkur hadisdagi Madina bo'lsa, Madina Munawvara, a'maq yoki dabiq degan joylarni Madina Munawvara atrofidagi joylar deb izohlasa, ba'zilar a'maq Suriyadagi Halab bilan Turkiyadagi Antakiya oraliqidagi dabiqqa yaqin joy. Antakiyaning shimoliga to'g'ri keldi. Dabiq Halab shimolidagi Marij dabiq degan bir kanit deb izohlaydi. Madina bo'lsa shahar ma'nosida bo'lib, Damashqni ko'rsatadi deydi. Yana ba'zilar Halab shahrini ko'rsatadi deydi. Malhama Kubra jangidan keyin Yahudilar bilan cho'ng jang bo'ldi. Chunki Dajjalning Eron tarafdan chiqadiganligi, uningga Yahudilarning agishadiganligi hadislarda kelgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Dajjalga Isfahan Yahudilaridan uchisiga ipak to'n kiygan 70 ming kishi agishidi. Zamoni oxirida Yahudilarning Isfahanda bo'lishining sababini bilgili bo'lmaydi. Lekin Imom Ahmad rivoyatida Dajjal Isfahandagi Yahudiya degan joydan chiqadi. Uningga boshlarga toj kiyib olgan 70 ming Yahudi agishidi deb kelgan. Imom Ibn Hajar mundaq deydi: Abu Nuaym Isfahan tarixi degan asarda bayon qilishicha, Yahudiya aslida Isfahan kanatlarining biri bo'lib, Yahudilar turadigan bo'lg'achqa Yahudiya deb atalgan. Keyincha musulmonlar yerlashib bir qismida Yahudilar qilib qolgan. Isfahan Yahudilaridan 70 ming kishi agishidi degan hadis butun Isfahanlik Yahudi deganni emas, ashu joydagi Yahudilar kantidan 70 mingi Dajjalga agishidi deganni ko'rsatsa kerak. Yahudiya kenti Paris mamlakatida Kojohudan, ya'ni Yahudilar yo'li deb ataladi. Yahudilar musulmonlarga qarata o'chmanlik qildiganlarning eng yomoni. Bular Falastin zaminini tortib olib, zaminda buzg'unchilik qilgandan keyin islom qo'shini tarafidan tarmar qilinganligini Rasululloh bishorat bergan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Sizlar Yahudilar bilan urushgan, hatto orqasiga Yahudi yoshirinib olgan tosh, ey musulmon, orqamda yoshirinib olgan Yahudi bor, uni o'ltirgin deydigan vaqt yetib kelmasdan burun qiyomat qoyim bo'lmaydi. Mazkur hadisdan shundaq ma'no chiqadiki, shu chaqlardagi toshmo islom bilan kufr, do'st bilan dushman o'rtasidagi kurashning haqiqatini tunaydi. Halbuki kunimizdagi ba'zi kishilar bu haqiqatni tushunolmay, tushansimi din dushmanlarini do'st tutmoqda. Ularni arq-tiriq qilishda kufrani yo'lni bozorga solishmoqda. Allohning omonatini muhofazat qilish o'rniga birovlarning manfaati uchun xizmat qilishni, o'z manfaati oldida Allohning va dinning, musulmonlarning o'z ustidagi burchini unutib, dunyolik manfaatlarga dum tushmoqda. Hatto ba'zida buni amalga oshirish uchun qismanlar
dinni vosita qilib turib o'z manfaati uchun dinni suiiste'mol qilmoqda. Albatta, bundaqlarning Allohning huzurida toshchilikmi, hangit qushining bir tal piychiligimi qimmati bo'lmaydi. Yahudiylarning manbalarida zamoni oxiridagi cho'ng bir jang tilga ilinadi. Bu jang Kan'ancha bargoh tig'i degan ma'noda Armagedon deb ataladi. Bu tog' Falastinda. Armagedon aqidasi xristianlardami bor, lekin yahudiylar mazkur qo'mondonni Davud alayhissalom naslidan bo'lgan bir podshoh. Bu podshohga yahudiylar agishib musulmonlar bilan xristianlarni yo'qotib, jimi xaloyiqni bo'ysundirib Isroil davlatini qurdi deb qarasa, xristianlar mazkur qo'mondonni Isa alayhissalom deb qaraydi. Ular Isa alayhissalom tushib musulmonlar bilan yahudiylarni, shundaqla xristian diniga kirmaganlarni yo'qotdi deb qaraydi. Bu jihatdan musulmonlardagi malhama kubra aqidasi bilan yahudiylardagi va xristianlardagi Armagedon aqidasi o'rtasida ismidimi, mazmunidimi farq borligi ma'lum. Konstantinpol Istanbul fath qilingandan keyin Rumiya, hozirgi Rimning fath qilinganligi ba'zi hadislarda bishorat berilgan. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma mundaq rivoyat qiladi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yanida uning so'zlarini yozayotgan edik biraylan. Konstantinpol burun fath qilinamdi, Rumiyamu deb so'ragan edi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Oldi bilan Heraklining shahri Konstantinpol fath qilinadi deb javob berdi. Ahvol Rasululloh mushu hadisda bayon qilgan bo'yicha bo'lgan. İstanbul Sultan Muhammad Fatih tarafidan avval fath qilingan. Shunlashqa bu hadis Rim yoki Italiyaning emas, balki butun Yevropaning fath qilinganligidan bishorat bo'lsa kerak. Darvaqa yuqorqi hadislar islom ummatiga umid bag'ishlaydi. Janobi Alloh islom ummatiga kuch-quvvat, izzat ato qilgay. Yuqorqi hadislardan zamoni oxirida xristianlar bilan hal qilg'uch cho'ng bir jang bo'lganligi, musulmonlar g'alaba qilganligi, İstanbul qayta fath qilinganligi, yahudiylar bilanmi cho'ng jang bo'lganligi va Dajjal o'ldirilganligi bayon qilingan. Yana ba'zi hadislarda İstanbul takbir va tahlil bilan ikkinchi qatim fath qilinganligi bayon qilingan. Yana ba'zi hadislarda Yevropaliklar o'zlari orasidagi musulmon bo'lganlar bilanmi urushdiganligi bayon qilingan. Biroq bular asosan g'aybiy xabarlar bo'lganligi uchun bularning jarayon tartibi, ba'zi bir tafsiloti va uni amaliy ahvolimizga o'dullash masalalarida kesib bir narsa demak bir qadar mushkuldir. Ba'zilar ummatning boshiga kelgan kunlarni tushunishga ojiz kelsa, zamoni oxiriga munosabatli ba'zi hadislarni xohlagancha izohlashga urinadi. Biroq bu turli hadislarni tahlil qilish va amaliyotga chetib izohlashda muhaqqiq olimlarning izohatlari va bayonlariga murojaat qilmasdan oldirab ketilsa yoki oshirib etilsa ta'sir yomon bo'ladi. Albatta, bu vaqtda kelgan hadislarning sahihlari bilan ojiz va to'qilmalarini, shundaqla sanadi sahih turuqliq biror mazmunni aniq ifodalamaganlari bilan mazmuni aniq bo'lsa-mu sanadi sahih bo'lmaganlarni ayirish eng aqalli talab. Bo'libmi, biz hadislarga tashqi ko'rinishidan qaraydigan bo'lsak, bayon qilingan ahvollar bir-biriga o'xshamaydi, ziddak to'yiladi. Masalan, ba'zi hadislarda musulmonlar ojizlab ilgirgidek g'iribonilik qaytidi, fitnalar qorong'u kechining zulmatlaridek hammani qoplaydi, dinni chang tutgan kishi bir tal cho'g'ni siqamdab turgan kishidek bo'ladi, islom tugini bir-birlab yeshilib ketadi deyilsa, yana ba'zi hadislarda ummatga kuch-quvvatning qaytib keldiganligi, İtaliyaning fath qilinganligi va dinning hamma joylariga yetib boradiganligi tilga ilinadi. Bu shuni ko'rsatadiki, bu hadislar musulmonlarning ahvolining ba'zilar o'ylagandek yuqoridan tuvanga qarab mangdigan bo'lmasdan, goh tuvanga, goh yuqoriga qarab mangdiganligini ifodalaydi. Islom ummatining boshiga keladigan kunlar haqidagi turli hadislarni tushunishda tuvandagi Huzayfa radhiyallohu anhuning hadisini tushunish asos bo'lishi kerak. Abu Idris al-Havlani rivoyat qiladi-ki, u Huzayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini anglagan. Kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan yaxshilik haqida so'raydi. Men bo'lsam, yomonlik haqida so'raydim. Chunki men bu yomonlikning beshimga kelib qolishidan qo'rqatdim. Men, ey Rasululloh, biz jahiliyat va yomonlik ichida yashaydik. Alloh bizni bu yaxshilikqa muyassar qildi. Bu yaxshilikdan keyin yomonlik bormi deb so'rasam, Rasululloh ha dedi. Men undaqda ashu yomonlikdan keyin yana yaxshilik bormi desam, Rasululloh ha, ammo bu yaxshilikqa istutak aralashgan dedi. Men
Uning istituki degan nima deb so'rasam, Rasululloh. Shundoq bir kishilarki, ular mening sunnatim bo'yicha yetaklamaydi. Ularning ishlarining ba'zisini to'g'ri deysan, ba'zisini xato deysan dedi. Men undaqda ashu yaxshilikdan keyin yana yomonlik bormi desam, Rasululloh. Ha, bir muncha da'vatchilar bor. Ular kishilarni jahannamga chaqiradi. Ularning chaqiriqiga kim ergashsa, ular uni jahannamga tashlaydi dedi. Men ey Rasululloh, ularni bizga sifatlab bersizlar desam, Rasululloh. Ular bizlardan bo'lib, bizning tilimizda so'zlaydi dedi. Men agar shularga yo'liqib qolsam, meni nimaga buyuringlar desam, Rasululloh. Musulmonlar jamoati va ularning imomiga ergashsan dedi. Men agar ularning jamoati yoki imomi bo'lmasa-chu deb so'rasam, Rasululloh. U chaqda barliq firqalardan ayrilib turgan. Gerçi ayrilib turishing daraxt yiltizini ching tishlab, shu holda o'lib ketishingga to'g'ri kelsimi dedi. Bu hadismi yuqorida deganimizdek, musulmonlar uzun zamonlik tarixida Alloh taolaning bekitib o'tgan qonuniyati bo'yicha ba'zida ojizlik, ba'zida qudratlik bosqichlarni beshidan kechiradiganligiga, bir xilla bo'lmaydiganligiga ishorat qilgan. O'tmish tarixmi buni qatimlab isbotlab keldi. Mo'ng'ul va ahli salaf istilalaridan keyin islom dunyosining Osman, Erto'g'rul, Sayfiddin Qutuz, Nuriddin Zanki, Salohiddin Ayyubiy qatorliq azmatlar qo'mondonligida qayta bosh ko'tarishi, qudratli davlatlarning qurilishi, ularning adolat va haqiqat bilan dunyo so'rg'anligidek shalliq tarixlar buning tipik misoli. Bizdan talab qilinganimi ba'zi hadislarni biror to'pqa to'g'rilab izohlash bo'lmasdan g'olib va mag'lubiyat ishlarida Allohning butkul insoniyatga putgan o'rtaq qonuniyati. Musulmonlarning mag'lubiyatdan keyin qayta qalbi qozonish uchun jakarlanib bo'lgan ilohiy ko'rsatmalar bo'yicha ish qilishdir. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh. 2016 yili 2 oyning 21 kuni.